O'zichi bu haqda ko'pchilik ota-onalar bilmaydi-da. Voy, bolangizni burnida go'shi bor ekan, uni razmeri katta ekan, bola burnidan nafas olmayapti, uni olib tashlash kerak desa, birpasda vahimaga tushib qolishadi. Uni ham o'zini darajalari bor, shunga qarab turib jarrohlik amaliyoti tanlanadi. Adenoid bu tashxis emas. Adenoid borligini bilib, uni olib tashlash katta xato hisoblanadi. Jarrohlik amaliyotini eshitgan ota-onaning ahvolini bir tasavvur qilib ko'ring-a. Adenoid bezi bu hammada bo'ladi va u himoya mexanizmi hisoblanadi. Normada adenoid bezi 12 yoshgacha so'rilib ketadi. Ammo qanday holatlarda jarrohlik amaliyotiga tavsiya beriladi? Birinchisi, qachonki bolajonning burni tez-tez bitib, og'zi bilan qiynalib nafas olsa. Ikkinchisi, uyqu vaqtida xurrak yotsa. Uchinchisi, tez-tez quloq og'rig'i bilan kasallansa. To'rtinchisi esa adenoid hisobiga bolajonning yuz tuzilishida o'zgarishlar yuzaga kelsa. Shunday vaqtlardagina bu adenoid asorati hisoblanadi va jarrohlikka ko'rsatma bo'la oladi. Shuning uchun adenoid bezini olib tashlashga shoshilmang. Sizning farzandingizda ham shunday holatlar kuzatilganmi? Agar kuzatilgan bo'lsa, nimalar qilganingizni kommentariyalarda kutib qolamiz.